Assalomu alaykum YouTube muxlislari, kanalimiz obunachilari. Amaliyotchi psixolog Hasanov Bekzod NLPga oid bo'lgan mavzular bilan tanishishda davom etamiz. Bugun biz sizlar bilan tanishadigan mavzuyimiz NLPda Dekart koordinatasi modeli. Bu model o'zi nima uchun bizga kerak yoki qaysi vaziyatlarda biz bundan foydalanamiz? Olimlarning hisob kitobiga qaraganda inson bir kunda 10 mingta o'rtacha qaror qabul qilar ekan. Misol uchun bu qanaqadir global qaror bo'ladimi yoki inson hayotida yoki qanaqadir mayda-chuyda qaror bo'ladimi, hammasini taxminan hisoblaganda shu 10 mingta qaror qabul qilar ekanmiz. Ana ko'pincha bizlarda shunaqa vaziyat bo'ladi. Bir xil paytda ikkilanamiz qanaqadir qaror qabul qilishga. Nimani misol uchun bajarsam nima bo'ladi o'sha ishni yoki bajarmasam nima bo'ladi? Nimani qo'lga kiritaman yoki nimani yo'qotaman? O'sha fikrlar bizlarni ko'pincha chalg'itadi va biz to'g'ri qaror qabul qilishga qiynalamiz. Ana shunaqa vaziyatlarda Dekart koordinatasi bizlarga juda katta yordam beradi. Bu model bir qarashda oson model tuyuladi. Lekin buni ichiga kirib misol uchun o'rganganda odamni ozgincha boshda sal chalg'itadi, lekin buni yaxshi o'rgangandan keyin bu model orqali biz o'sha qarorlarni qabul qilishda qiynalayotgan bo'lsak, foydalanadigan bo'lsak, keyinchalik bizga juda katta yordam beradi. Ana endi hamma NLP texnikasida men takrorlayman, bu ikkita vaziyatda foydalansa bo'ladi. Misol uchun inson ya'ni o'ziga nisbatan o'zi qanaqadir qaror qabul qilishga qiynalayotgan bo'lsa, o'zi ham bundan foydalansa bo'ladi. Aynan o'zimiz o'rgangandan keyin biz o'zimizga yaqin insonlarimizga ham bu model orqali yordam bera olamiz. Ya'ni qanaqadir qiynalayotgan bo'lsa, shu model bilan agar ishlaydigan bo'lsak, biz juda to'g'ri qaror qabul qilamiz. Model bilan tanishib chiqamiz. Modelimizda koordinata sistemasi, ya'ni bu tomonda yo'qotaman, nimani yo'qotaman? Misol uchun bu tomonda esa qo'lga kiritaman. Yozib olamiz va tepada agar misol uchun o'sha ishni bajarsam, amalga oshirsam, tepa qismida bo'ladi. Agar o'sha ishlari bajarmaydigan bo'lsa, ya'ni bajarmasam deb yozib olamiz. Xo'p, davom etamiz. Chap tomonni yuqori qismiga qaraymiz. Ya'ni misol uchun o'sha ishni bajarsam, nimani qo'lga kiritaman? Keyin hammasini o'sha erinmasdan yozib chiqamiz. Chunki yozib chiqqanda bizlarda aynan bizlarga qadrli bo'lgan narsalar yoki bizlarga muhim bo'lmagan narsalar bizlarga yaxshiroq oydinlashadi. Yozib chiqamiz. Yozib chiqqanimizda taxminan misol uchun bu yerda bo'lishi mumkin bir 15 ta agar bajarganimizda 15 ta bitta narsani qo'lga kiritishimiz mumkin. Endi narsa deganda misol uchun nimani tushunishimiz kerak? Balki biz sog'lig'imizni qo'lga kiritamiz yoki misol uchun yoki qanaqadir vaqtni qo'lga kiritamiz yoki qanaqadir tanish bilish orttiramiz. Shunaqa narsalarni nazarda tutyapman. Koordinatamizni chap tomonni pastki qismiga e'tibor qaratamiz. Pastki qismida, ya'ni agar o'sha qarori misol uchun yoki o'sha ish bo'ladimi, bajarmasam nimani qo'lga kiritaman? Bu yerda tepada aytdik, bajarsam, bu yerda bajarmasam nimani qo'lga kiritaman? Ya'ni yozib chiqamiz. Yozib chiqqanimizdan keyin agar o'sha ishni bajarmasak, misol uchun bir 20 ta qanaqadir bizlar hisobimizga narsa yoki qanaqadir foyda bo'lishi mumkin. Uni ham hisoblab olamiz. Ya'ni taxminan 20 deb yozib qo'ydim. Modelimizni 10 tomonni tepa qismiga o'tamiz va bu yerda nima yozib qo'yganmiz? Bajarsam nimani yo'qotaman? Ana endi biz yo'qotishlarni yozib qo'yamiz. Misol uchun taxminan 5 ta narsa yozib qo'ydim. 5 ta. Bunda nima bo'lishi mumkin? Boya aytib o'tganimizda, balki vaqtimni men yo'qotaman yoki sog'lig'imni yo'qotaman yoki qanaqadir tanishlarimni yo'qotib qo'yishim mumkin. Uni hammasini yozib hisob-kitob qilib chiqamiz. Va modelimizni endi o'ng qismini pastiga qaratamiz. Bu yerda nima? Bizlarda bu yerda yo'qotishlarimiz, esimizdan chiqarmasligimiz kerak va bajarmasam
ana endi nimani yo'qotaman? Bajarmasam nimani yo'qotaman? Va boyanga o'xshab o'sha agar biz bajarmasak nimani yo'qotamiz? Uni ham hammasini yozib chiqamiz taxminan. Yozib chiqamiz va keyin sanaymiz. Deylik bir 10 ta narsani misol uchun yo'qotishim mumkin. Modelimizni oxirgi qismida ya'ni hisob kitob qilamiz. Taxminan misol uchun hisob kitob qanaqa tomon bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Qo'lga kiritadigan narsalarimizni yo'qotadigan narsalarimizdan ayirib tashlaymiz. Ya'ni 15 dan 5 ni ayiramiz. Necha bo'ladi? Bizlarda bu yerda 10 bo'ladi. 10. Ana endi davom etamiz. Ya'ni pastki qismida nima qilamiz? Qo'lga kiritadigan narsalarimizdan yo'qotadigan narsalarimizni ayiramiz. 20 dan 10 ni ayiramiz. Taxminan bizlarda necha bo'ldi? Yana 10 bo'ldi. Biz taqqoslab ko'ramiz. Taqqoslash deganda biz bajarsak, misol uchun bizlarda sifra kodda chiqyaptimi? Yoki bajarmasak bizlarda sifra kodda chiqyaptimi? Taqqoslaymiz. Ana endi bu bizning vaziyatimizda nima bo'ldi? 10 ga 10 bo'ldi. Ya'ni tenglashib qoldi. Ana bunaqa vaziyatlarda nima qilamiz? Bunaqa vaziyatlarda bizda misol uchun bir xil narsalarni biz umumiy qilib yozgan bo'lamiz. Misol uchun sog'lig'imni yo'qotaman deb umumiy. Aynan qanaqa sog'lig'imizni yo'qotishimiz mumkin? Misol uchun jismoniy sog'lig'imizni yo'qotishimiz mumkinmi yoki ruhiymi? O'shalar hammasini umumiy so'zlarimizni endi aniq maydalashtirib yozib chiqamiz. Va bu yozib chiqqanimizdan keyin bizlarda nima bo'ladi? Bu yerdagi sifralar o'zgaradi. Ya'ni agar taxminan deylik, bu yerda misol uchun agar 15 bu yerda 10 bo'ladigan bo'lsa, bizlar nima qilamiz? Bizlar aynan o'sha ishni bajarganimiz nima ekan? Bizlarga yutuqimizga ekan. Ya'ni bajarganimizda ko'proq narsani biz qo'lga kiritar ekanmiz. Xo'p, bu model orqali aynan konsultatsiya vaqtida psixologik yordam berishda insonlarga ko'pincha o'zim foydalanaman. Misol uchun shunaqa mijozlar keladi. Bu ishni qilsam nima bo'ladi, qilmasam o'sha meni to'xtatib turibdi, nima qilishni bilmayman deydi. Bu model orqali o'sha insonlarni misol uchun tushuntirib har birini yozib chiqqanimizdan keyin o'sha insonni qaror qabul qilishi osonlashadi va qaror qabul qilgandan keyin insonda qanaqadir yengillik bo'ladi. Va o'sha ikkilanishni yo'qotgandan keyin inson o'sha bemalol o'sha ma'lum bir faoliyat bilan shug'ullanishi yoki shug'ullanmasligini aniqlab, yana o'zini odatiy hayotda davom ettiradi. Bu modelimizdan foydalaninglar. Qanaqadir shunaqa qaror qabul qilishda qiyin vaziyatlarda bizga juda katta yordam beradi. Ya'ni darsimiz shundan iborat. Xayr, sog' salomat bo'linglar.